Sayohat insonni o'zi bilan yaqindan tanishtiradigan eng yaxshi vositalardan biri. Aynan sayohat davomidagi turli xil sarguzashtlar o'zingizga kim ekanligingizni ko'rsatadi. Sayohatsevarlar bilan tanishib qolsangiz bormi? Xayolan sizni dunyoni u burchagidan bu burchagiga olib borib suhbatda sayohat qildiradilar. Turist kentimiz Toshkentda xorijliklar orasida mashhur bo'lgan Internation xalqaro veb-sayti a'zolari saytning 15 yilligini birga Toshkentda nishonlash uchun yig'ilishmoqda. Biz ham ijodiy guruhimiz bilan mehmonga otlandik. Tanishing. Bu tadbir tashkilotchisi Sardor Muhammadaliyev. Juda serg'ayrat tadbirkor ishbilarmonlardan. Great honor to be here. It's the third time as a speaker. 2 times I've been as a guest speaker. Now I'm honorably the fellow of Kamka. Dunyoning deyarli yarmini kezib chiqqan sayohatsevar o'zbeklardan deyishimiz mumkin. Qani Sardor aka, tezroq borib mezbon sifatida eshik oldida xush kelibsizlar deb turmasak, uyat bo'lar-a? Hozir mehmonlar kelishadi, o'shanga tayyorgarchilik, butun dunyodan insonlar keladi. Bugun dress code deymiz, kiyimimiz milliy. Har bir davlatdan o'zining milliy kiyimini kelib ketishadi. Men o'zim O'zbekistondanman, Toshkentdan, o'shaning uchun biz o'zbekcha kiyimda, do'ppi, qiyiqcha mehmonlarni milliy kiyimlarda qarshi olamiz. Qani ketdik birgalikda. Yurtimizning har bir hududidagi o'zbek hovlisida tong hovli ko'chalarga suv sepilib, bog'lardagi gullarni parvarishlab, xonadonni obod qilib qarshilanadi. Tanishing, bu iordaniyalik fotosuratchi Abdurahmon Valid Savalxa. Bugungi tadbir Abdurahmon janoblarisiz o'tmaydi. Good evening everyone. My name is Abdurrahman. I'm from Jordan. Xayrli kech, assalomu alaykum. Mening ismim Abdurahmon Savalxa, Iordaniyalikman. Toshkentda yashayotganimga 3 yil bo'ldi. Men ushbu tashkilotning elchilaridan biriman. Bugun biz International hamjamiyatining 15 yilligini nishonlaymiz. Internations in Uzbekistan. Barcha millat vakillari milliy liboslarda kelishi so'ralgan. Ko'rib turganingizdek, men ham Iordaniya milliy bosh kiyimidaman. Qani marhamat, ichkariga kiraylik. Thank you very much for coming. Thank you. Siz ichkariga kiravering, biz bu yerda kelayotgan mehmonlarni suhbatga tortamiz. Ha, mana Westminster xalqaro maktabi direktori kelyaptilar. Hoy tasvirchilar, tayyorlaning. Hello. Men Fabio Carvalho. O'zbekistonga 1 oy oldin kelganman. Westminster xalqaro maktabida faoliyat yurityapman. Toshkent haqida taassurotlarim juda yaxshi. Mehmondo'st aholisi, yam-yashil gullar bilan to'lgan shahar insonni quvontiradi. Hozircha O'zbekiston bilan yaqindan tanishyapman desam ham bo'ladi. Bu tadbirga yaqin do'stlar orttirish, vaqtimni maroqli o'tkazish va biroz bo'lsa-da rus tilini o'rganish uchun tashrif buyurdim. And I have to learn a little bit of Russian while I'm here. Internation chet elda yashaydigan va ishlaydigan odamlar uchun foydali tarmoqlardan biridir. Hamisha yangi imkoniyatlar, mahalliy tadbirlar va chet elga tegishli ma'lumotlarni taqdim etib boruvchi bu hamjamiyatga 2017-yilda Maltezik, Filip fon Platon, Kristian Leyfeller tomonidan asos solingan. Ushbu sayt dunyo bo'ylab 420 ta shahardagi jamoasiga ega bo'lib, eng yirik global chet elliklarning tarmog'i hisoblanadi. Hozirgi kunda 4,6 million a'zosiga ega. Mana tadbir ham boshlandi. Hayot sizni dunyoni qayerga olib bormasin, Internation nomli xalqaro hamjamiyat a'zolari har qanday vaziyatda sizga yordam beradilar. Bunday tadbirlarda chet elliklar o'zga davlatdagi mahalliy a'zolar bilan turli tadbirlar o'tkazadilar. Boshqa shahardagi xalqaro odamlar bilan uchrashadilar. Forumlar va maqsadli yo'riqnomalar, qimmatli maslahatlar va ma'lumotlar almashadilar. Do'stlik til, millat va madaniyat tanlamaydi deganlari shu bo'lsa kerak. Agar siz bu insonlar bir-birini anchadan beri tanishadi deb o'ylayotgan bo'lsangiz,
yanglishasiz. Ba'zilar bir-birini internet orqali g'oyibona bilsa, ko'pchilik uchun bugungi kun chinakamiga tanishuv kuni bo'ladi. Tadbir bahonasida xorijliklar ish, o'qish, turgan joylari, qo'shnilari, mamlakatda bo'layotgan o'zgarishlar, madaniy tadbirlar haqida suhbatlashadilar, fikr almashadilar. Eng qiziq tomoni, bunday kechalarda til biladigan mahalliy aholi vakillari ham bemalol qatnashishlari mumkin. Good evening, everyone. We are going to honor our first ambassador for internation in the country and who brought Bugungi tadbirimizda men O'zbekistonda eng katta bo'lgan ekspatlar deymiz, chet elliklar hamjamiyatini sardoriman. Butun dunyodan kelgan insonlarni bugun milliy mana kiyimda kutib olamiz. Bu tadbirda maqsadi birinchidan insonlar orasidagi aloqalarni yaxshilash, O'zbekistonni ko'proq insonlarga tanitish. O'zbek tarixini, o'zbek iqtisodiyotini, O'zbekistonda qanaqa imkoniyatlar borligini va yangi O'zbekiston qanaqa imkoniyatlar ochishini insonlarga o'rgatish, tushuntirish va ular bilan aloqalarni yaxshilash. Markaziy Osiyoda joylashgan O'zbekiston mintaqaning eng gullab yashnagan davlatlaridan biridir. U asrlar davomida yashab kelgan etnik guruhlarning keng aralashmasi tufayli boy va xilma-xil madaniy merosga ega. Turist yoki xorijlik sifatida O'zbekistonda yashashning o'ziga xos musbat va manfiy tomonlari bor. Ekspat do'stlarim qayerga borsam negadir ko'proq pul to'lab ketishga majburlashadi. Mahsulotlarning narxini ham sun'iy ravishda oshirishadi, deyshadi. Ammo o'zbekistonliklar xorijliklarga yordamga hamisha shay turishlari ularni quvontiradi. Hi, this is Farzana Poppy from Bangladesh. Salom, mening ismim Farzona, Bangladeshdanman. Bu yerda o'qituvchiman. From last year, Hello, this is Mamun from Bangladesh. Salom, mening ismim Mamun Ar-Rashid. Toshkentda oilamiz bilan o'qituvchi bo'lib faoliyat yuritamiz. we are here. Biz o'tgan yili iyul oylarida kelgan edik. Yana nasib qilsa, bir necha yil shu yerda yashar edik. Yes. Ha, albatta, odamlari mehmondo'st, samimiy insonlar. Shahar bo'ylab yurganimizda qiziquvchan aholi biz bilan yaqinlaridek muloqotda bo'lib, birga suratga tushishimizni, xonadonlarida mehmon bo'lishimizni so'rashadi. Bundan biz juda ham baxtiyor bo'lamiz. Albatta, har biringizni biz ham o'z xonadonimizga taklif qilamiz. Photo as well as they invite in their house also. Yes. O'zbekistonga kelishdan avval taassurotlaringiz qanday edi? I researched about Uzbekistan Ha, and bu I yerga was, kelishdan oldin o'rganganmiz, older that ammo it's bunchalik very, go'zal bo'ladi deb very tasavvur qilmagan beautiful edik. country and Asosan especially Toshkent, Buxoro va boshqa Bukhara shaharlaringiz, and hatto other Mo'ynoqda cities. ham bo'ldim. I went to, Ta'rifga til ojiz, qumliklar va Mo'ynoq go'zallik also, bu juda ham on the yoqimli. desert area, it was amazing. So everything is positive to me. The most Bilasizmi, qiziq tomoni ko'ngli ochiq, oddiy qishloq odamlari xorij tilini, xorijliklar bilan qanday muloqot qilishni bilmaydilar, ammo qo'l harakatlari orqali samimiyat bilan sizga yordam berishga harakat qiladilar. Bu insoniyat uchun juda muhim. different way. O'zbekiston va Bangladesh madaniyatlari orasida qanday o'xshashliklarni sezdingiz? Yeah, the Nowruz over here is the New Year of Uzbekistan. Ha, albatta, Navruz bahor bayrami bu yerda katta shodiyona bilan qarshilanadi. Bizda ham Poyla Boshaq nomli bayramni milliy urf-odatlarimizga ko'ra nishonlaymiz. Shu bayramlar bir-biriga juda o'xshash. Way, and we saw this year that Bajere baje dholar dhal, elore pahela boisha. Bajere baje dholar dhal, elore pahela boisha. Aaj Krishna churar dale dhekche lale lale Shri Ram hriday chada. International people, suppose in Uzbekistan, Bilasizmi, bu yerga O'zbekistonda ishlaydigan turli millat vakillari, oilalari, yaqin birodar do'stlari bilan yig'ilishgan. Bunday tadbirlar insonlarni bir-biri bilan muloqot qilishga, bir soha vakillari, hamkasblar bilan fikr almashishlari, madaniyat o'rganishlari uchun tashkillashtirilgan. so that's the main purpose, to make a hangout with the foreigners, make some networking. a
allows us to know different culture people. Albatta bunday tadbirlarda ba'zan boshqa mamlakatlarda ham bir loyihada ishlagan, yashagan do'stlaringizni uchratib qolishingiz ham mumkin. Ishoning, bu juda yoqimli. So it's fun. Bunday davralarda inson nafaqat til bilishi, balki turli millatlarning madaniyati bilan ham tanish bo'lishiga to'g'ri keladi. Deylik, bir millatda yaxshi qabul qilinadigan xatti-harakatlar yoki imo-ishoralar boshqa bir millatda aks tushunilishi mumkin. Masalan, o'zi haqida gapirganda yevropaliklar qo'lini ko'kragiga, yaponlar esa burniga ishora qiladi. Ba'zi Afrika mamlakatlarida kulgi hayrat va sarosimaning ko'rsatkichi hisoblanadi. Yunoniston va Turkiyada ofitsiantlarga hech qachon ikki barmoqni ko'rsatmaslik kerak. Masalan, 2 stakan kofe yoki yana bilmadim, ushbu davlatlarda bu juda haqoratli imo-ishora hisoblanadi. Yugoslaviya janubida va Bolgariyada odatdagi ijobiy bosh irg'ish rad etish belgisi hisoblanadi. Nemislar ko'pincha birovning g'oyalariga qoyil qolgan hollarda qoshlarini ko'tarishadi. Angliyada esa xuddi shu xatti-harakat shubha bilan qarash ma'nosini bildiradi. Muloqotda biz chap yoki o'ng qo'lga katta ahamiyat bermaymiz. Masalan, yaqin sharqda siz chap qo'lingiz bilan pul yoki sovg'a uzatmasligingiz kerak. Islomni e'tirof etadiganlar uchun bu harom hisoblanadi va siz suhbatdoshni haqorat qilishingiz mumkin. Shunday qilib, turli mamlakatlarning og'zaki bo'lmagan muloqotidagi farqlarni bilmasdan suhbatdoshni xafa qilish yoki haqorat qilish orqali noqulay vaziyatga tushishingiz mumkin. Imo-ishora va tana tili dunyodagi eng keng tarqalgan til sifatida tan olingan. Ushbu xususiyatlarni bilish har kimga chet el hududida suhbatdosh bilan aloqani yanada samarali tashkil etishga va albatta ushbu muloqot paytida o'zlarini ancha ishonchli his qilishga yordam beradi. Ammo har qanday holatda ham bunday davralarda do'stlarni seni tushunaman degan so'zlari yangrab turganini his qilasiz. Jahongashta ekspertlar bu borada yaxshigina psixolog bo'lib ketishgan. Men sizga aytsam, qani, oshxonaga bir mo'ralaylikchi, u yerda nima gaplar ekan? Assalomu alaykum. Yaxshi, rahmat. Mehmonlarga xizmat qilib yuribmiz. Albatta, ish faoliyatimiz davomida ko'pgina qiziqarli voqealar bo'lib turadi. Bizda mehmonlarimiz har xil joylardan kelishadi. Turkiya, O'rta Osiyo davlatlaridan kelishadi va biz mehmonlarga iloji boricha xizmat qilishga harakat qilamiz. Mehmonxonamizda shunday voqealar bo'lganki, ba'zi paytlarda mehmonlarimizning talaffuzi boshqacha bo'lishi mumkin. Biz shunday paytlarda xonalarni raqamlarini adashtirib qo'yamiz. Mehmonxonadagi xodimlarimiz barchasi kamida 3 ta tillarni mukammal darajada bilishadi. Yana qancha suhbatlashsak bo'ladi? Hozir shoshib turibmiz, mehmonlarga xizmat qilishimiz kerak. Hammalarga rahmat. My name is Siboniso. Mening ismim Siboniso. Shimoliy Afrikadanman. O'zbekistonga kelganimga 6 oy bo'ldi. Bu mamlakatda yashayotganimdan juda baxtiyorman. Men bu yerda insonparvarlik tashkilotlaridan birida faoliyat yuritaman. Yurtingiz go'zal va xavfsiz. Insonlari esa juda xushmuomala. Shuningdek, o'zbek oshxonasining taomlariga ham gap yo'q. Men palovni juda sevaman. Umumiy olganda, muzeylar, tarixiy joylaringiz qadimgi Osiyoni eslatadi. Men bugungi O'zbekistonda yashayotgan xalqaro ekspertlar kechasiga yangi do'stlar orttirish, madaniyat o'rganish maqsadida kelganman. Thank you very much and thank you for having me. Yig'ilgan do'stlar miriqib suhbatlashdi, hamjamiyat sha'niga iliq so'zlar aytishdi. Mana, davraga ham bayram shirinligi olib kelinmoqda. Thank you so much. Let's applause. Thank you. Tadbir ham yakunlanay deb qoldi. Buni qarangki, dunyoda ko'pchilik insonlar turizm sohasiga orzular ko'prigi deya nom berishgan ekan. Dunyo turizm industriyasiga o'z hissasini qo'shayotgan Internationaldek sayohatchilar guruhlari insonlarning orzulariga narvon bo'laversin deymiz. Navbatdagi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha omon bo'ling.